Bugun O'zbekiston futbol uchun unutilmas kun. Milliy terma jamoamiz nihoyat o'z orzusiga yetdi. Ilk bor jahon chempionatiga yo'llanma oldi. Birlashgan Arab Amirligi ustidan g'alaba qozongan. Ya'ni buni g'alaba desam ham bo'laveradi. Yurtimiz sport tarixiga oltin harflar bilan yozishdi. Ammo bu tarixiy daqiqalarning asosiy e'tibori stadiondan tashqariga yuzaga kelgan muammolarga qaratildi. Nega minglab muxlislar stadionga kira olmadi? TikToker Azxon ushbu holat bo'yicha video chiqardi. Ya'ni bloger Abdurahmon Fozilov soxta chiptalarni tarqatgan. Farshibi biletni ham farshibgami bu? Falshifga yetmayapti. Yo'q, qanday bu to'g'ri qildim. Abdurahmon aka hammani. Abdurahmon aka, qaysi Abdurahmon? Abdurahmon Fozilovmi? Blogermi? U tualetga ham o'tmaydi. Abdurahmon aka Fozilov, Abdurahmon aka Fozilov shunday qildimi? Qarochi hammamizni aldagan. Abdurahmon aka rostdan gapiryapsizmi? Qarochi Ezbukingma fan klubdan bergan 280 kishimiz. Biz o'zimiz Surxondaryodan keldik. Necha kuni keldingiz aka? Biz 3 kun bo'ldi. Bizda hech kim ishi ham yo'q, qaragan ham yo'q. O'zimiz bilgan qo'rqamiz kirolmayapti. Do'stlar, Abdurahmon aka Fozilovni men tanimayman, to'g'risi men bu insonni tanimayman. Aldab tualetga olmayapti. Bilet olaman. Nima bilet emas bu? Tualetga ham o'tmaydi. O'tmaydi. Farshibga bilet sotsa Kirganlar kirib bo'ldi. Kirganlar kirib bo'ldi. Mun qaranglar mana. Ha. Bilet ahvolini qaranglar mana. Biroq videoni suratga olgan TikToker Azxon bu insonni hech qanday tanimasligini ta'kidladi. Farshibga kimdir Abdurahmon aka Fozilov deyapti. Men Shuni boshchiligida bizni aldagan qarochi. akalar shuna bo'lishi ham mumkinmi? Sizlar bitta komment yozinglar. Bir paket. Bundan tashqari Abdurahmon Fozilov ham ushbu stadionga kira olmadi. Afsuski hozir minglab vatandoshlarimiz bu yerda turibdi. O'zlarining sektorlari bo'm-bo'sh, markaziy sektorlari ham, qolgan sektorlar hammasi bo'm-bo'sh. Eshiklarning tagiga politsiyalarni qo'yib tashlashgan. 100 dollarga bo'lsa ham, 200 dollarga bo'lsa ham vatan uchun bilet olamiz deyapti vatandoshlarimiz. Yo'qlik. Undan tashqari boshqa sektorlarga kimdir olib qo'ygan bilet, o'sha biletni ham o'tkazmayapti. U ham mayli. Masalan, men Fozilov Abdurahmonman, lekin Rovshan degan odam действующий ishlaydigan bilet bilan kelib mana Fozilov Abdurahmon desa, masalan deyapman. Nega rabta pasportingni ko'rsat deyapti. Mana men Rovshanman, lekin bu Fozilov Abdurahmon mani akam desam, yo'q deyapti, qaytarib olyapti. Mana sizlarga arablarning mehmondostligi. Arablarning emas, ming bor uzr, imine Birlashgan Arab Amirliklaridagi mana shu futbol oilasi nahiyonlarda mana shu qilayotgan ishlari. Inna lillahi, inshaalloh albatta g'alaba qozonamiz. Shu yerdan turib bo'lsa ham baqirib muxlislik qilamiz. Ko'rinib turibdiki, ayrim chiptalar soxtalashtirilgan bo'lishi mumkin. Tashkilotchilardan ushbu holat yuzasidan rasmiy bayonot berishi kutilmoqda. Zero muxlislar jamoamizning kuch-quvvati hisoblanadi. Ularning stadionda chetda qolishi og'riqli holat bo'ldi. Biroq eng muhim jihati biz g'alaba qozondik. Jamoamizning himoyachisi Abduqodir Husanov juda ham ko'plab xavfli to'plarni qaytarishga muvaffaq bo'ldi. Bulardan tashqari eng qizig'i nima deb o'ylaysiz? Bloger Tayson tog'a ushbu holat bo'yicha bir necha oy oldin jonli efir vaqtida terma jamoamiz albatta jahon chempionatiga qatnashishni oldindan tahlil qilgan edi. O'yin oyida chiqdi. O'yin oyida O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. O'yin oyida. O'yin oyida O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. O'yin oyida O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi. Assalomu alaykum O'zbekiston xalqi. Men sizlarga nima degandim? O'zbekiston jahon chempionatiga chiqadi degandim. Tayson tog'a, qachon O'zbekiston chiqadi degan paytlaring o'yin oyida deganmidim. O'yin oyida mana O'zbekiston jahon chempionatiga chiqdi bo'lsa, hammani tabriklayman. Vasila gazini. Va qarabsizki, ushbu prognozi juda ham to'g'ri chiqdi. Shu tariqa muxlislar stadionda bo'lmasa-da, yuraklarda va g'alabani birgalikda his qilishdi. O'zbekiston tarixida yangi sahifa ochildi.